yerni yumshog'iga kelganmiz akalar. Abu Saxiy, O'rizor, Bekbaraka, Bekto'p atrofidan uy qidirganlarni, yer qidirganlarni diqqatiga mana shu 315 sotuvlik to'g'ri burchak yerimiz sotilyapti. Bunaqasiga 21, bunaqasiga 15 metr bo'ladi. Dokumentlari hammasi tayyor qilib qo'yilgan bo'lib, sotishga tayyor bo'lib turibdi. Sex qilib yoki bir ishlab chiqarish qilasizmi, arendaga sklad qilasizmi, foydalansangiz bo'ladi. Agar o'zingiz olmasangiz, bu videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Siz olmasangiz, sizni tanishlaringiz shu yerda olib foydalanishadi. Bu videoni Abu Saxiy, O'rizor, Bekbaraka, Bekto'p atrofida ishlaydiganlarga tez-tez jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Arentorni tushuntiraman. Eshonguzardan где-то 8 metrcha ichkari kirganingizda, shundoq Eshonguzar masjidi orqasida joylashgan uyimiz. Maktab ham yaqin, bog'cha ham yaqin. Gaz, svet, suv hammasi bor. Narxini zo'r qilib berib yuborishyapti, sababi pul kerak ekan, srочно sotishligi kerak. O'shaning uchun agar siz Abu Saxiy, O'rizor, Bekto'p, Bekbaraka bozorlarda ishlasangiz yoki o'sha yoqqa qatnasangiz, mana sizga yaxshi zo'r variantimiz. 4 metr darvozaga joy bor. Mana kladovkaga shuni buzib tashlab turib, 4 metr darvozaga qo'ysangiz bo'ladi. Mahallasi ham keng, katta mashina kichkina bo'lsa, bemalol kirib chiqadi, bemalol muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Qiziqqanlar uchun men pastda egani raqamini qoldiraman. Yana bir gap, pul srочно kerak ekan, arzonga berib yuborishadi, aka. Tez telefon qilib bosib yuboring.